Bugun sizlar bilan asosiy o'zgaradigan mavzu artikl mavzusi ENZ. Doimo otlar oldidan ishlatilib, ularni aniqlashtirib kelish uchun ishlatiladi. Va bu artiklni esdan chiqarmaysa, faqatgina otlar oldidan ishlatiladi. Otlar oldidan ishlatilganda ham E bilan N doimo birlikdagi sanaladigan otlar oldidan ishlatiladi. Birlikdagi sanaladigan misol uchun ruchka sanaladi bitta. Misol uchun kitob sanaladi bitta. Yoki mushuk yoki it deydigan bo'lsak sanaladigan ot bitta hisoblanadi. Ular oldidan en artiklni ishlatsa bo'ladi. Lekin yana sanaladigan otlar deganimizda misol uchun suv desak, suv bitta sanalmaydi. Unga nisbatan suvga hech qachon artikl ishlata olmaymiz. Yoki oil, yog' deydigan bo'lsak, yoki rice, guruch deydigan bo'lsak, sanalmaydigan otlar oldidan hech qachon en artikl ishlatmaymiz. Sanaladigan bitta bo'lsagina ishlatishingiz kerak bo'ladi. Va bular en doimo birlikdagi sanaladigan otlar oldidan ishlatiladi. Bo'ladigan bo'lsa bir-biridan farqi undosh harflar bilan boshlansa artikl bo'ladi. Bu kitob undosh harf bilan boshlanadi. Pen ruchka, cat mushuk, dog it degan tarjima beradi. Bular deyarli tarjimaga ega emas. Degani o'zi bir degani. Misol uchun bitta kitob, bitta ruchka, bitta mushuk, bitta it. Bir degan tarjimani beradi va asosan sanaladigan bitta otlar oldidan ishlatiladi. En bo'lsa only harflar bilan an apple, an elephant, an orange. Yoki bitta olma, bitta fil, bitta apelsin degan ma'noda ishlatiladi. Doimo birlikdagi sayyor bo'lishi kerak. Lekin birinchi marotaba ishlatilganda ot oldidan en artikl ishlatiladi. Birinchi marta ishlatilgan bo'lsa. Lekin agarda o'sha ot ikkinchi marotaba takrorlansa, endi menga z ishlatiladi. Misol uchun aytaman. I have got a cat. Meni mushugim bor. Meni bitta mushugim bor. Demak, bitta narsani eslab qoling. Bilan N bu noaniq artikl hisoblanadi. Noaniq artikl deyiladi. Z bo'ladigan bo'lsa, bu Z mana bu yerda yozib qo'yamiz. Bu Z aniq artikl. Z aniq artikl, noaniq artikl. Ya'ni, misol uchun I have got a cat. Meni bitta mushugim bor, bu noaniq hisoblanadi. Bu siz bilmaysiz, qanaqa mushugi? Qizilmi, qorami, kattami, kichkinami bilmaysiz. I have got a cat. Meni bitta mushugim bor. Lekin ikkinchi marta takrorlasam, the cat, o'sha mushuk, misol uchun is black. Is black desa, o'sha mushuk qora. Endi o'sha mushuk aniq bo'ldi, endi unga nisbatan z ishlatyapman. Yoki aytamiz, this is a pen. Bu ruchka. Qanaqaligini bilmaysiz, to'g'rimi? Siz bu noaniq, sizga noaniq, siz pen bu ruchka, sizga noaniq. Endi ikkinchi marta ishlasam, the pen is misol uchun red. Bu ruchka qizil bo'lsa, sizga qizilligi aniq bo'ldi, endi z bo'ladi. Keyingiga o'tamiz. Yoki aytishingiz mumkin. Sizda misol uchun he has got bunda bor an apple. Buni bitta olmasi bor. Qanaqa olmaligini bilmaysiz. Sariqmi, qizilmi, tosh olmami? Qanaqadir bitta olma. Uni olmasi bor. Lekin o'sha ikkinchi marta takrorlasa o'sha the apple, o'sha olma is qanaqa olmasa bizda red, qizil olma, o'sha olma qizil. Endi o'sha olma qanaqaligi aniq bo'ldi, z ishlatiladi. Birinchidan chiqarmang. Doimo to be imza have got has got ni oldidan agar sanaladigan birlik bo'lsa en artiklni ishlaydi. Sizga yuqorida o'tdim to be bilan have got has got o'tgan paytda bironta hamma otni ishlatdim, lekin otlar oldidan artiklni qo'ymadim hech qaysiga. En artiklni o'zingiz qo'yib chiqsangiz to'g'ri bo'ladi. Chunki u mavzu hadisiga o'tilmagan, shuning uchun en artiklni hozircha qo'ymay yozgan edim, chalkashmaslar uchun. Demak, lekin siz ham mana shu xonada bo'lsak, siz ham borsiz, men ham borman. Misol uchun ruchkaga nisbatan the pen desam bo'ladi. Chunki ruchkani siz ham ko'rib turibsiz, men ham ko'rib turibman, bu aniq ruchka. Yoki the table desam bo'ladi, stool desam bo'ladi, yoki the board desam bo'ladi, doska siz ham ko'rib turibsiz, men ham ko'rib turibman. Qanaqa emas. The door, eshik desam bo'ladi, the window, deraza desam bo'ladi, the light, lampochka desam bo'ladi, the phone, telefon desam bo'ladi. Bu siz bilan meni ko'zimiz ko'rib turgan narsa bo'lsa, the article ishlasak bo'ladi. Keyingisi yana eslab qoling, dunyoda yagona bo'lgan otlar oldidan z ishlatadi. Dunyoda yagona nima? Butun dunyo, jahon bo'yicha, koinot bo'yicha yagona narsa xo'p, quyosh. Quyoshga nisbatan zesan deyiladi. Quyosh desam, siz ham bitta narsani tushunasiz, men ham bitta narsani tushunaman. U aniq artikl bilan ishlatiladi, z bo'ladi. Oy. Siz oy desangiz, men osmonga qaramayman, yerga qaramayman, to'g'rimi? Siz ham osmonga qaraysiz, men ham osmonga qarayman, oy desa. Yoki yer, dunyo, yer shari, umuman butun koinot bo'yicha yer bitta, yerga nisbatan ham z ishlatiladi. Hammasi. Yoki ob-havo, bitta dunyo bo'lsa, weather, hammasi siz ham men ham biladigan narsangiz bilan z ishlatiladi. Agarda mana bu birinchi marta ishlatilgan bo'lsa, ot, men uni qanaqaligini bilmasam, noaniq ham qo'yib qo'yaman oldidan. Lekin o'sha otni ikkinchi marta ishlatilgan bo'lsa, z artikl ishlataman. Chunki u o'sha ot sizga ham, menga ham keyinchalik aniq bo'ladi. Bu asosiy mavzu mana shu, yozib qo'ysangiz bo'ladi.